Yukarı işleyemiz 26. günü Amerika Devlet Meclisi'de orullanğan işlayani yol koyulğan siyasetli. Ya makullanğan kanunlar ya endelikte manen qaran hürmetlik vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Uyg'urlar yo'liqqan kishilik huquq krizisi to'g'risida guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Mavzuli xabar 9-ayning 27 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaqinda Şinjan'da zo'r ko'lamda necha 100 ming Uyg'ur va boshqa musulmonlar nazarbat qilganligi to'g'risidagi xabarlar oshkorlangandan keyin xalqaro jamiyat keskin aybladi Jungo hukumatini. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi Tashqi munosabatlar komitetining qaramog'idagi Osiyo komiteti haftaning 3-kuni Şinjan'da yuz bergan bu qatimliq kishilik huquq krizisi to'g'risida guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Tashqi munosabatlar komiteti Osiyo komitetining raisi Florida shtati Cumhuriyetçiler Partisining a'zosi Ted Yoho apandi mundaq ko'rsatdi. Jungo Şinjan'da sistemlik diniy madaniyat bostirish olib beryapti. Zo'r ko'lamda musulmonlarni qayta tarbiyalash markazlariga solib, Şinjan'da yuqori texnikalik soqchi davlati qurib chiqdi. Atalmış qayta tarbiyalash lageri to'g'risida hozirgi davrda yuz bergan davlatlar, masalan, natsistlar Germaniyasida va Chaushanda yuz berganligini bilatdim. Hozir navbatda bu lagerni Jungoda ko'rdik. Reis Ted Yoho mundaq ko'rsat. Jungo Uyg'urlarning diniy e'tiqodini jinoyat o'tkazganlik deb qaradi. Biyologiyalik farqlantirish uchurlarini qo'lga keltirib, aqliy iqtidorlik ko'zatish asboblarini o'rinlashtirib, zo'r ko'lamda qurolliq soqchi qismlarni o'rinlashtirish vositalari orqali har kuni hamma odamni bir ixtimliq bir kayfiyat va bexatarlik tizginlashdan ostiga tushirib qo'ydi. Ted Yoho apandi matbuot fikri bayon qilganda mundaq dedi. Şinjan'da jasad ko'ydirish zavodlari qurilganligi to'g'risidagi xabarlardan ansirayapman. Avam palata a'zosi Ted Yoho yani mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Fraladan partiyaning so'zini anglashini talab qildi. Bu yerda Frala Uyg'ur. Agar partiyaga agishib mangmaydigan bo'lsa, qayta tarbiyalash lageriga nazarband qildi. Uningdan keyin jasad ko'ydirish zavodlari kerak bo'lib qoldi. Nayt konkurs qo'yilyapti bu gaplar juma vatandosh. Bundaq bo'lganda ular partiyaning so'zini anglamaydigan kishilarni yo'qotalaydi. Biz navbatda Adolf Hitlerning boshqa bir til bilan o'yin o'ynayotganligini ko'ryapmiz. Palata a'zosi Ted Yoho retorik savol qo'ydi. Guvohlik berish yig'iniga qatnashgan olimlarga savol qo'yib, Jungoning atalmish millatlar ittifoqi nimani ko'rsatdi? Dedi retorik savol qo'ydi. Mustaqil tadqiqotchi bu yig'inga guvohlik berishga qatnashdi. Şinjan'da Uyg'urlarning kishilik huquqlarining dafsandi qilinishi barg'ansiri xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'adi. Hamda Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining ichki qismida Jungoni jazolash to'g'risidagi tadbirlarni muhokama qilish jiddiylashdi. O'tgan oyda senator Marco Rubio Avam palatasining nopozliq a'zosi Christopher Smithla Prezident Trump xat yozgan xatda Şinjan'da kishilik huquqni dafsandi qilishga qatnashgan Kompartiyaning yuqori darajalik amaldorlarini, shaxslarni va shirkatlarni jazolashni talab qilishni ilgari surdi.
Devlet Meclisi Avam Palatası ötküzülgen guahbılık beriş yığınının yana bir mezmunu Amerika'nın siyaset bilen cevap berişi kandak bol. Demek hazır Şinjan Müstemlik Uygurustan doğrusu da Kongres başında gualık ötküzdü. Devamını kilerkilik siyadanlar isti vatandaş.